Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Milliy Forum kanalini ko'ryapsizlar. Mana bugun istovimiz necha 18 mi? 18-aprel adashmasam, yo 19-18. Nima bo'lgan taqdirda ham blogerlarga, jurnalistlarga hujum. Kulgingiz kelar. 200 million so'm yuridik universiteti domlalari bitta jurnalist akamizga nima deydi, anavi qilib da'vo qilibdi. Sizlar tarbiyalayotgan bolalar xalqqa qancha moddiy va ma'naviy zarar beryapti? O'sha ma'naviy zararni haqida ham bir hisob kitob qilinglar. Shu hisob kitobni yaxshi bilasizlar sizlar, mutaxassislar. Xalqqa qancha milliardlab ma'naviy zarar beryapti yugurtirib. Bitta jurnalistdan shuncha xafasizlar. Qolgan blogerlar akalarimiz ham Rossiyadagi bir yigit oshnamiz, og'ayimiz, shu men tengi yo endi katta kichik ota-onalariga O'zbekistonda bosim bo'lyapti deydi. Mana shunday videolar ko'p gaz bo'yicha chiqargan bo'yicha deydi. Hayron qolasiz. Yana Jahongir To'laganov o'shani sudi bo'lyapti. Yana Effekt Uzdiki Sudyalar oliy kengashi rais sudga bergan. O'rtoqlar, ichki ishlar, prokuratura, milliy xavfsizlik blogerlarga qarshi chiqqanlaring bilan sizlarning bolalaringga ham postoyanno o'shanday stol yo'q. Uni Xudo biladi. Hamma yuqorida ishlayotganlar bolalariga stol bo'lganda bilmadim nimalar bo'lardi. Stol hammaga ham yo'q, o'ylamanglar. Sizlar joylaringga o'zlaring bolalaring kelib o'tirmaydi. Ko'chaga mardikorlik qiladi. Hamma joy xususiy shaxsiy bo'lgandan keyin O'zbekistonda ish qolmaydi. Bizga o'xshagan bir mardikor bo'ladi, boshqa nima bo'ladi? Haqiqatni gapirganlarni hammasini sudyalar olib borib qamasa, prokurorlar olib borib bunday qilsa, ichki ishlar olib borib qonunni buzsa, agar O'zbekiston qonuni bo'yicha agar hammani yo'q qilamiz, bunday qilamiz desalaring, O'zbekistonda bilasizlarmi, bir kunda qancha stolda o'tirganlar qonun buzadi. O'shalarni jazolanglar. Nima blogerlarga yopishasizlar? Agar o'shalar ishlaganda 20 yil, 30 yil ichida O'zbekiston rivojlangan mamlakatga qo'shilib ketardi. Qo'shila olmayapti. Nega? Korrupsiya bosib ketgan. Hammaning maqsadi uyga harom qilib borish. Bu jinoyatni boshida kim turibdi? Kim? Kulging keladi. Blogerlarda nima ayb? Hayli ishlamayotgan deputatlarga chora ko'ringlar. Bir 4 ta qonunni to'g'ri chiqara olmaydi. Nima chora ko'rmaysizlar? 4 ta qonunni ishlab chiqishni bilmaydi. Nima chora ko'rmaysizlar? Mamlakatni rivojlantirmaydi. Tekin tomoq oyligini olyapti. Nima chora ko'rmaysizlar? Ko'rmaysizlar. Nima ishlamayotgan kadrlarga chora ko'rmaysizlar? Sizlar qushlaring yetganing bloger. 2025-yil blogerlar uchun og'ir yil keldi. Bunday yopiq siyosatiga o'tyapti deb qonun chiqarish kerak. Bo'ldi, nima kerak uni? Davlat qonun chiqarsa yo'q, deputatlar. Nima kerak? Blogerlarga bosim qilaversalaring, milliardlab yana korrupsiya pulini, davlat pulini yetgan korrupsiya tizimi yana paydo bo'ladi. 10 yildan keyin lekin gapirasizlar, yo 20 yil, 30 yildan keyin gapirasizlar. Korrupsiya bosib ketdi, men o'sha mahal bilardim, lekin ayta olmasdim. Aytayotgan blogerlarni og'zini yopmoqchisizlar. Yopaveringlar qani, oxir korrupsiyaga botiringlar qani mamlakatga, nima bo'ladi ekan? Sizlarning bolalaringga, nevaralaringga nima qilar ekan? Mardikorlik qoladi. Aniq men gapimga javob beraman hammangga. Mardikorlik, boshqa hech narsa qolmaydi. O'shanda ko'rasan, pensiyani olib sen yotsang, nevarangni oldingda Rossiyadan boshqa mamlakatdan qullikda ishlab kelgan pulga uylantirsang, uy joy qilsang, keyin blogerlar qadriga yetasizlar. Hisobingizda sizlar Milliy Forum kanalini ko'ryapsizlar. Ko'p gapirgan bilan bularga tushuntirish ham qiyin bo'lyapti, bilmayman, faqat blogerlarga bosim qilar. Xudodan topsin deysizlar. Kimga tuhmat qilayotgan bo'lsa, kimning bola chaqasini rizqini olib yetgan bo'lsa.